Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan futbol tahlili kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Başakşehir bosh murabbiyi Eldor Shomurodovning hujumdagi rolini tushuntirdi. Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodov joriy mavsumda ajoyib o'yin ko'rsatib, jamoaning eng muhim futbolchisiga aylandi. Klub bosh murabbiyi Nuriy Shahin o'zbekistonlik favoritning salohiyatiga yuqori baho berdi. Menimcha Shomurodov ligamizdagi eng aqlli hujumchilardan biri. Hozir u ko'proq qanotlarga chiqib o'ynayapti va juda aqlli harakat qiladi. Biz undan imkoniyati boricha maksimal foyda olishga harakat qilyapmiz. Unga erkinlik va maydonda liderlik beryapmiz. Eldor esa bu ishonchga gol yoki assist bilan, eng muhimi esa hujumdagi harakatlari bilan juda yaxshi javob qaytaryapti. Shu sababli uning o'yinidan juda mamnunman. Bu men yoqtirgan o'yin uslubi. 4-3-3 taktikasiga aynan Shomurodov kerak. Eldor ajoyib xususiyatlarga ega deb aytib o'tgan mutaxassis. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining to'purarlar ro'yxatida 15 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Eldor Shomurodovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Eldor Shomurodov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, kechagina Manchester City va Fulham o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tgandi. Ana shu uchrashuvda Josep Gvardiola ko'rsatmasiga ko'ra, o'zbek futbolchisi bu gal himoyaning o'ng qanotidan joy oldi va juda ishonchli o'ynadi. Ekspertlar zaxiradan maydonga tushgan o'yinchining orasida eng yuqori ballni Husanovga berdi. Nufuzli manba stmediccompany.com tahlilchilari Manchester City futbolchilarining harakatlarini quyidagicha baholadi. Abduqodir Husanovga 10 dan 7 ball. Sababi Husanov 60 daqiqadan keyin Nuneshning o'rniga maydonga tushdi va o'yin oxirigacha o'zining odatiy uslubida harakat qildi. Abduqodir bu gal o'ng qanotda mahoratli himoyachiga xos eksklyuziv va intizomni kashf etdi deya izoh bergan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanovga keyingi o'yinlarda omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov" deb yozib qo'yishni unutmang. Va mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Futbol tahlili kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.